Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yumshoqqina va qavatlari qat-qat bo'lib chiqadigan bulchka tayyorlaymiz. Idishimizga iliq suv, sut, quruq mahsulotlarni solib, osh xamir tayyorlab olamiz. Xamiringiz yanada mazali va mayin bo'lishi uchun Margarito brendining universalniy margarinlaridan qo'shamiz. Xamirimizni yaxshilab mushtlab, 1 soatga oshirishga qoldiramiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Har bir bo'lakka bo'lingan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, oralariga Margarito margarinlaridan surib olamiz va ko'rsatilgandek qilib xohishga ko'ra maksepsiz ham bo'ladi. Xamirlarimiz tugaguncha har qavatini shu ko'rinishda terib olamiz. Ustiga salofan berkitib, yana yarim soatga qoldiramiz. Yaxshilab yumshagan xamirlarimizni jo'va yordamida yoyib olib, videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz va o'rtasiga xohishga ko'ra varyonni zgushonka yoki shokоладni pastani solib, o'rab chiqamiz. O'rayotganda yaxshilab tortib o'raymiz, ochilib ketmasligi uchun. Va yana listlarimizga terib olgandan so'ng yana yarim soatga oshirishga qoldiramiz. Yaxshilab oshib ko'tarilib chiqqan xamirlarimizni ustiga tuxum sarig'ini surib, xohishga ko'ra yana makni sepamiz va 190 gradusda 30-35 daqiqa orasida qizarib pishib chiqadi. Tayyor bo'lib pishib chiqqan bulchkalarning ustiga siropdan yoki asalni surib, iftorlik dasturxoniga tortishingiz mumkin. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha.